Men ishchilarning brigada boshlig'ini topib, qo'liga 5 rupiya pul berdim-da, yaxshi joydan joy topib berishini iltimos qildim. Dadamga yaxshi joy olib berib, rohat bilan yotkizib qo'ydim. Haqiqatan ham pastki joyda o'rin olgan kishilar ko'p ekanlar. Men limon so'rish orqali boshim aylanishidan saqlandim. Dadam ham yaxshi edilar. Odamlar mendan limondan bir parcha kesib bersangiz deb iltimos qilishdi. Men bir parcha limonni 1 rupiyadan sota boshladim. Boshi aylangan odamlar shu limondan olib, bosh og'rig'idan qutulishar edi. 2 ta katta banka limon konservasi olgan edim. Hammasini odamlar talashib olib tugatishdi. Men afsus qildim, ko'proq olsam bo'lar ekan. Paraxodda odatda shirin suv ichish uchun o'lchov bilan berishar ekan. Tahorat qilish uchun suv yetmas ekan. Mening arqonim bilan chelagim namoz o'quvchilarga katta foyda berdi. Pastdan sho'r suvni tortib olib, tahorat qilib namoz o'qishar edi. Xulosai kalom 14 kun paraxodda yurdik. Jiddai muborakka keldik. Miqotdan g'usul qilib haj uchun ihrom bog'ladik. Baytullohga borish uchun har 2 kishiga bir tuyani ijaraga oldik. Yo'lda bir kecha tunab, ertasi kuni Baytullohga yetib keldik. Baytulloh ziyorati uchun odatga ko'ra har bir shaharning o'ziga xos yo'l boshchisi bo'lar ekan. Makka shahriga kirish oldidan hojilarni qarshi olib yo'lboshchilar qaysi shahardan keldingiz deb so'rashar ekan. Qo'qon shahrining dalili bizning tuyamizni yetaklab o'z joyiga olib bordi. Bizga hojixonadan joy olib, shu joyga joylashtirdi. Keyin bizni Baytullohga olib kirib, tavof qudum qildirdi. Yo'lboshchining o'zi oldimizda yurib, baland ovoz bilan o'qiladigan duolarni aytib turar ekan. Dadamning toblari yo'qligi sababli ularni orqamga ko'tarib oldim. Baytullohni 7 marta aylantirib tavof qildirdim. Safo va Marvani say qilishda esa bir eshak ijaraga oldim. Dadamni mindirib 7 marta u yerda ham say qildirdim. Keyin ihromdan chiqdik. Chunki hali Arofat tog'iga chiqib haj qilishga 15 kun vaqt bor edi. Dadamning toblari yo'q edi. Hojixonada karavotga yotkizib qo'yganman. O'zim esa 5 vaqt namozni Baytullohda jamoat bilan o'qib, Baytullohni tavof qilib, bir chekkada o'tirib Qur'on tilovat qilib turganimda, bir kishi orqamdan kelib yelkamdan ushlab, "Qori bobo, keldingizmi?" dedi.